Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun mana Andijon mashina bozorida xudo xolasa hafta kuniga juma barchangizni juma ayyomi bilan tabriklayman. Xudo xolasa puli yengil, ya'ni Tikolardan videolarimizni boshladik. Ko'rib turganidek juma kungi holatni do'stlar. Xo'p, navbatdagi Tikoyimiz 98-yil ishlab chiqarilgan oqidan. Qayerda deysiz kraskalar? Kapot, Kirilo. Aha. Kapot, Kirilo. Mashina. Shu yerda bor xolos. Qolgan joylar tozami? Qolgan joylari toza ekan, gap yo'q ekan. Akalar, holatlariga bitta o'zingizlar baho berib ko'rib keta olasizlar. Lanjron holatlari, motor korobka hadovoylarimiz qanaqa? Asfaltlari yo'qmi? Asfaltlari yo'q, balonlari yumshoq, o'rtacha holatda. Salon holatlarini ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari ham chiroyli holatda turibdi do'stlar. Gaz pas yo'q-a? Benzinda yurgan mashina akalar. Holatlarni o'zingizlar ko'rdinglar, kraskalar ham unaqa ko'p pas ekan, motor korobka hadovoylar ishi yo'q deyilyapti. Gen chiqaradi. Gen chiqaradi. Xo'p, buni puli qancha? Buni 1200 ga berib beramiz. 1200 kami ham bordir endi bozoru. Sizni kanalingizdan keldim desa ukajicha. Avtonarx arzon bozor obunachilari uchun akalar, xudo xolasa yana ham yengilroq kelishtirgan holatda qilib beriladi. Xudo xolasa telefon raqamlaringiz 93lik 417 1728 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Buni nimasi savdosi qanaqa bo'ldi? Naq sanagani bormi? Yo'q, odam ko'ryapsan. Bugun savdo bo'lmadi. Yaxshi telefon qila olamiz do'stlar, holatini ko'rdinglar. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Tikolardan ko'ringlar-chi do'stlar. 2001 Maloshnisdan holatlarini aytadigan bo'lsak, balonlari yaxshi holatda turibdi. Yumshoq balonlar bosib qo'yilgan ekan. Lanjron holatlariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Motor qanaqa buni? Motor g'oshtog'i? Motor qanaqa? Rasot yo'qmi? Yo rasot qilmaydi-a? Hadovoy korobkalar-chi? Hadovoy korobkalar ham yaxshi deyilyapti. 1200 kami bor. Mindi pasti beraverasizmi? Mindi pasti pasi. Gaz pasi yo'q-a? Kesib almashgan, bir qattiq urilgan netgan joylari yo'qmi mashinaga? Unaqa joylari yo'q deyilyapti. $1000 bo'lsa beramiz deyilyapti mashina. Asfaltlari yo'q ekan. Generalni qilib beraverasiz-a? Generalni chiqaradi. Dokumentdan muammosi yo'q-a? Dokumentdan muammolari yo'q. Bu ochmay qo'yavering, tog'a. Telefon nomeringizni aytib berasiz? Necha? 50 kodi bilan 300 79 80 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Hamma yo'q yaxshi holatda ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Bu seriya ham sizdanmi? Bu ham haloyamiz. Ha, 3 ta Tiko bor ekan mana akalar. Seriya nechinchi yil bu? 2003 oxirgilaridan ekanda. Oxirgilaridan akalar, mashinaning holatiga qarab baho berib berasizlar. Balonlari o'rtacha holatda almashtiradigan vaqtlar kelyapti. 2003 Tikolarda oxirgi avlodlaridan. Buni kraska probeylari hisob-hisoblasmi? Yo'q, hozir nima qilinmaydi. Holatiga qarab kelishiladi-a? Lekin bu mashina akalar ancha tekis ekan, chaklari ham, zazorlari ham. Bu nech pul deyapsizlar, tog'a? 2000 kami bor. 2000 kami bor. Motor korobka hadovoylar qanaqa? Rasot yo'qmi? Kraskasi polni emas-a? Yo'q. Kraskasi Oldilari ham zavodsiz qo'yib. oldilari ham zavodsiz qo'yib. 2000 kami bor ekan. Variant qilib bermaysizmi, tog'a? Yo'q, bu variantga chiqmaydi. Variantga beradigan mashina bormi yo'qmi o'zi? Endi hozir variantga kamida 800 bo'lish kerak edi uni uchun. Qimmat olib ketaganda unda. Ha. Bundan naq qurib qo'ygan yaxshi ekanda. Motor asfalti yo'qmi? Yo'q. Motor asfalti yo'q. Oqidan. Buni yili nechi? Bu 98. 98-yilda ishlab chiqarilgan motor korobka hadovoylarida ishi yo'q, rasoti yo'q deb aytib o'tilyapti. Mashinaning holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Salon qismlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Gaz pazi yo'q-a, tog'a buni? Hech qaysi mashinaning gazi yo'q ekan. Endi propanja qo'yish ham o'zi nimasi bo'ladi, rasoti ham o'ta katta emas. Dehqonchilikka minaman deganlar ham, ko'chaga minaman deganlar ham bo'laradi. Dokumentdan bo'lib shu muammosi yo'q. Yaxshi. Nech pul bu tog'a? Bozorda bitta uradi. Bu 1,5 ming kami bor. 1,5 ming kami bor. 1100 naqd pul olsa berib olamiz. 1100 ga bo'lsa savdosi bo'ladi-a? Naqqa bo'lsa kelishilar ekan. Telefon nomeringizni qaytarib berasiz, tog'a? 50 kodi bilan 300
300 79 80. 79 raqamlariga telefon qila olamiz deganlar. Mashinaning holatini ko'rdinglar. Nechta pul qilishyapti bo'lmasa tog'a buni? Hozir mingga kelishamizmi deyapti, anaqa qilaman. Mingga kelisha olmadinglar a? Mingga kelisha olmabdi akalar. Telefon qila olamiz mana. 99-yilda ishlab chiqarilgan. Navbatdagisi ham oq akalar. Ko'ringlarchi, ledlar qo'yib qo'yilgan ekan. Faqat ko'zni oladigan bo'lmasa bo'ldi. Xo'p, ajron holatlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mashina ancha tekis ekan lekin. Motor, korobka, hadovoylar yaxshimi aka? Olib bir rasxod qiladigan joylari yo'q, xudo xolasa. Rasxod qiladigan joylari yo'q. Nech 99 midi bu? 99. Qattiq urilib bir kesib almashgan joylari yo'qmi aka? Raska bo'lgan, unaqa nima emas, ulangan. Unaqa ulangan etgan joylari yo'q. Benzinda-ya? Kraskalari bordir endi, qattiq udallari yo'q deyapsiz. Xo'p, motor korobka hadovoyli ish yo'q. Yurib minadigan. Gen chiqaradi. Endi chiqadi egasidan. Generalni egasidan akalar chiqargan 3 yilga bemalol olsanglar bo'lar ekan. Ya'ni dokumentlaridan muammosi yo'q. Pulini arzonroq aytaylik aka. $1000 beramiz. $1000. Bu ham $1000. Kami ham bordir endi bozor aka, o'tadigan joylari. Oxirgi narxlar. Oxirgi narxlari $1000 akalar. Kimga yoqsa telefon qilamiz, raqamingiz necha edi? 91 171 99 91 171 99 94. 99 94 raqamlariga telefon qila olamiz deganlar. Bu ham sizdan a? 97. 97 balonlar bosib qo'yilibdi akalar bunga. 97. Manjiron holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak, bitta o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Mashinaning holatlari yaxshi. Orqa obshivka. Orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Gaz yo'q aka buni ham? Benzinda bular aka. Benzinda 97 dedingiz-a? Dastlabki gazingiz bor, kapotiga septiryapmiz aka. Gazli so'raganlar bo'lsa gazli ham bor. Aloqaga chiqsa bo'laveradi. Bundan keyin bir qattiq urilib, kesilib almashgan joylari yo'qmi aka? Bu qator kraska bo'lgan. Yil hisobi. Motor asfaltlari yo'q-a? Yaxshi, arzonroq aytamizmi aka buni? $950 beraveramiz. $950 oxirgi narxi beriladi. Nomerlarni olib qo'ysa haligi qaysi mashina deb, mana bu mashina deb telefon qilishadi. Nomeriga e'tibor berib akalar, mana shu 397 necha pul berasiz deb savdo qilsanglar bo'laveradi akalar. Beramiz. Beriladi. Namangan, Farg'ona o'zimiz vodiylarga dastlabki ichida yetkazib beramiz. Zaklatini tashlasa, dastlabki ham qilib beriladi. Olib borib beramiz. Yaxshi. Nomeringiz bu qora ham sizdanmi? Bu Qoramas ekan-a, bu JK-ga o'xshab ketadimi? bu o'xshagan rang sepilingan. Qaytadan sepib chiqilgan-a bu? Butun mashina, motorlari yuvilmagan, dehqondan olingan bu. Tayinlamadinglar bozorga. Balon almashtirib olasizlar ekan. O'zim ishimga mindim buni. Aha. Motor, korobka, hadovoylar ishlari yo'qmi aka? Yumshoq. Oynalar elektron qilib qo'yilgan ekan, salonlari ham. Salonlari ham o'ta chiroyli. Mana akalar elektr ishlab turibdi. Ruminskiy sidena. Qaysi son kalamaga hamma yo'g'i bor. Ichlariga chiroyli qarab berilgan ekan-da. Yaxshi. Akalar mashina bilan mashinani ham o'zingizlar bitta solishtirib qo'yasizlar. Holatlari yaxshi ekan. Mashina yaxshi ekan lekin. Aka olib sarflaydigan joyi yo'qmi buni? Motor, korobka, hadovoy ishlari yo'q. Gen chiqaradi-a bu ham? Voy, korobka yo'q, ish yo'q. Gen chiqadi. Dokumentdan muammosi yo'q. Narxi qancha buni? 13. 13 millionmi? 1300. 1300. Kami bor. 1300 kam. Variant nasiyalarga nima deymiz? 600 pul bersa, o'zimiz vodiyga nasihat beraveramiz. Naqqa bo'lsa 1200 ga beraveramiz. Naqqa bo'lsa 1200 ga. O'zi rangini ham o'tib ham beriladi. Endi bozor savdo qilsa bo'ladi. Nolaga nisbatan ancha butun tetik mashina. Yaxshi. Nomeringizni aytib berasiz? Nomerni ham qarang. Aha. 171 Nechilik? 99 94. 91 171 99 94. Telegram, WhatsApplar bor. Xo'p bo'ladi. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Ijtimoiy tarmoqlardan ham, Telegram, WhatsAppdan ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. Like va podpiskasidan chiqib qolmasin jigarlar. Telefon qila olasizlar. Uyga uyatmaydigan xudo xohlasa. Nexia'ni qatoriga akalar, Tiko'ni qatoriga qo'shsak, uyatib qolmaysiz ukam deyilyapti. Akalar, ya'ni pul arzon Nexia'lardan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, ko'ringlar. Balonlar almashtiradigan vaqtlar kelyapti. 2006-yilda ishlab chiqarilgan
Oqidan qora bufelligidan do'stlar, elektr oynalar. Salonlari ham chiroyli holatda turibdi, pul arzonga ham o'xshamayapti lekin akalar. Orqasi ham ochiladi. Orqasi bekik ekan. Xo'p, metanlari bor mana tayyor akalar. Buni gaz-pas quyib yozda bemalol yursanglar bo'laveradi, lekin qishda tik o'tiring akalar. Salon holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Oldini bitta ochib ko'rsataylik, bu tramblyormi bu? Bu nima? Donsmi? Ha, dons. 2006. Qarang mashina. Dons motor akalar. Badranning holatlarini ham bitta ko'ringlar achigani. Yaxshi. Ko'rsanglar bo'ladi. Motor korobka hadovoylar nima deyapti? Kategoriyada motor korobka o'ta zo'r mashina. Rasoti yo'q. Yo'q, Filtr o'zinikimi? Filtr o'ziniki. Filtrlari o'ziniki. 2006-yilgi Nexia. Pulini endi arzonroq ayting endi kelishtirib yo'lda. Kraskalari bordir endi. Kraskasi 150-60% zo'rim. Tega aytaymi-ki, qarang. 15 million krediti bor mashinani. Aha. Tayyor banki bor. Hop. Uka $1000 ham demayman, $900 ham demayman. Aha. $800 esa olib ketorsin, kreditini o'zi olsin. $800 ga qarzini o'zi uzib oladi. Agar chista qilib 1.400.000 so'mdan to'lab 17 oy bor uka. Men chista qilib olib ketaman, hamma yo'g'ini to'ladi, nollar degan odamga necha pul beramiz? Endi nollab olib ketadigan bo'lsa uka, hozir 2000 ga qilib beraman aka. 2000 atrofida. 2200 ga chiqar ekan. Xullas akalar, u yog'ini endi o'zinglar hisob kitob qilib kelishib olasizlar. 22 ga shunday chiqaverar ekan uka, naqqa bo'lsa. Telefon raqamlaringiz? Telefon raqamim 90lik Aha. 545 2760. 2760 ga Telefon telefon qilamiz. Aha. Ikkita qo'shimcham bor uka uyda. Aha, qanaqa? Ikkita yo'q, meni olmayman. Ikkita tikoyim bor uka, qarang. Hop. Ikkita tikoyim bor uka. Ikkita tiko. Bittasi 98, bittasi 97 tikolarim bor uka. Aha. Ikkovini uka $800 dan berib yuboraman uka. $800 tikolardan bor. Tayyor uka. Ranglari qanaqa uni? Bittasi Ranglari. bardoviy qizil, bittasi novot rang. Yaxshi, motor korobkalari yaxshimi? Zo'r motor korobkalar. Olib ustonaga boradigan emasmish qilib. Shunday maza qilib minaveradigan. $800 dan turibdi. $800 beraman uka. Yaxshi akalar. Bitta nomeringizni qaytarib berasiz? 90lik Aha. 545 Aha. 2760. 2760 ga telefon qilaveramiz. Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor shu nomerim. Xo'p bo'ladi. 99-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi oq tiko'ni ko'ringlar-chi do'stlar. Holatlarni ko'rsatib o'tamiz, yo'q bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pul arzon mashinalardan davom etyapmiz do'stlar. Like va podpiska esdan chiqib qolmasin. Juda ko'pchilik 90% odam akalar bizni obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Shunday obuna bo'lib qo'ysanglar, yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Banziron holatlari ham chiroyli holatda turibdi. Motor korobka hadovoylar Keyin daverni chiqadi. daverni chiqaradi. Dokumentlaridan muammosi yo'q ekan, holatlariga ham o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'p, orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Gaz-pas yo'q-a buni? 98 oqidan akalar, mashinani endi bitta usta olib kelib turib, chaklar, zazorlarni ham bitta ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Lekin holatlari yaxshi ekan aka, buni pulini arzonroq aytamizmi? Bir kelishtirib yo'lda qilib. Buni oradan narxini aytaymi? Aha, bir arzon qilib aytasiz bo'ldi. 1100 ga berib yuboraman. 1100 putunga bo'lmaydimi? 1000 ham deng aka. Siz obunachilaringiz beraman. Rasot yo'q deyapsiz Yo'q, aka. tayyor mashina. $1000 ga akalar oq tiko, rasotlari ham yo'q ekan. Kimga yo'q aloqaga chiqasizlar, telefon raqamlaringiz 77lik 77 319 319 83 83 87. 87 raqamlariga telefon qilaveramiz. 2000 Sizlar holatini ko'rdinglar. Bu 2000 mi? Ha, propan yo'q, propanga ruxsatlari bor. Keyin daverni chiqaradi. Ha, propanga ruxsati bor, lekin propan yo'q qo'ysanglar bo'ladi akalar. Motor, korobka, hadovoylari zo'r. Olib sarflaydigan joylari yo'q-a? Tayyor mashina. Salonlarni ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlarini ham bitta ko'ringlar mana akalar. Tayyor gazga ruxsatlar ham olib qo'yilgan ekan. Kraskalar bordir endi. Kraskalar bordir. Kraskalar bir qator bo'lgan deyilyapti. Motor korobka hadovoylarda ishlari yo'qmi? Yo'q, tayyor mashina. Olib rasxod qiladigan joylari yo'q, xudo xolasa. To'rtta balonni ham yaxshi ballonlardan. Yaxshi, buni necha pul qilamiz endi bir kelishtirib yo'lda qilib? Buni $1000 ga beraman. $1000 bu ham. Bunisi ham oqi ham $1000. $1000 ga beraman. Tanlab olish imkoniyatlari bor. Akalar kelib ko'rasizlar. Qizim bor. Aha, hozir. Xo'p, akalar kelib ko'rasizlar, olasizlar unisi, xohlasanglar bunisi, mashina servisiga qiziqqanlar bo'lsa ham chiroyli holatda turibdi. Savdolari bo'ldimi, bo'lmadimi sir bo'lmasa?
Hali savdolar bo'lmadi. Telefon nomeri nechi edi? 77lik 77 119 319 83 87. 83-87 raqamlariga telefon qila olamiz egallar mana. Xo'p, akalar, do'stlar, Tiko kuzatayotgan obunachilarimiz ichida tanalari ham bormi deb so'rashyapti. Tiko akalari ya'ni tana ekan, bitta ko'rib baho berib bersizlar, yumshoq balon. Sostoyanasi chotki turibdi. O'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Xo'p, bu pulga Matiz ham beradi-yu degan odamlarga emas bu Tiko. Bu Tiko minaman degan odamlarga. Alloh orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. 2003 ekan. 2003. Benzina aka bu. Nima deysiz? Benzina bu. Ha, benzin propani ham bor. 2003 propani bormi hozir bunda? Bitta ko'rsatib beraylik. Ha, bitta ko'rsatib beraylik bo'lsa. Alloh orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Maloshnisdan. Kraskalar qanaqa aka buni? Kraskasi ochda kirilosi bilan kapot gazi ham sepilgan. O'zimiz unganiga sepganmiz. Krilo kapotda ozroq sepilgan joylari bor. Propan gazlari ham bor ekan, tayyor. 2003 mashina akalar. Bitta ustalar bilan kelib ham tekshirtirib ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Probegi qancha bo'ldi? 500 atroflarda bor. 500 atrofida bor. Mana akalar, mashina tayyorlovga bitta baho beringlar. Bu anjiron holatlari. Tekis mashina baribir tekisda yaramas. Olib sarflaydigan joyi yo'q. Faqat minish kerak. Gench xonadan Ikkita rasota bor shu. Benzin bilan propan qo'yish kerak. shu. Ha. Necha pul aytamiz aka, bir o'qitmayman. 2700 dan ozgina tushib beramiz. To'g'ri, negativchilar uchun Nexia ham beryapti, Matiz ham beryapti, lekin xudo xolasa Tiko ham bergan. Tiko kasallar uchun xudo xolasa. 2700 kami bor. Akalar ko'ryapsizlar, teti mashina doim pulda, nasra oila minilgan mashinalar haqiqatda doim pul. 2700 kami bor ekan. Kimga olsa aloqaga chiqasizlar? Oqi ham bor ekan mana. 2002 ishlab chiqargan bo'lamiz. 2002. Balonlari yaxshi. 2002 oqidan. Bu ham tekis ekan lekin ancha. Yumshoq balonlar. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, bunday o'tirganda приятный mashina ekan. Alloh orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Gaz yo'qmi buni? Yo'q, benzinda. Benzinda yurgan mashina. Kraska probellar qanaqa bunda? Kraska probellar bir qop temir desa ham bo'laveradi. Bir qop desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa o'sha 2200 dan ozgina tushib beramiz. 2200 kami bor. Kraskasi ko'p pasmi? 600-700 pul bilan chiqaversa 5-6 oy kelishaveramiz. 600-700 pul borlar bilan ham kelisha olamiz, nasiya savdoga. Yaxshi. Bitta ko'ringlar. Endi mashinani o'ziga qarab ham akalar narx aytilyapti. Buni ham albatta e'tiborga olib qo'yasizlar. Qata tekis ekan lekin mashinalar. Endi kimga qanaqa? Agar ma'qul kelib bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bo'lmasa bitta-bittadan like bosib, podpiskani bosib qo'ysanglar, yana ham yangiliklar chiqaradi. Ko'rib olasizlar. Kommentariyada o'z fikrlarini ham qoldirishsin. O'sha mashina qimmat, arzon degan narsalarni eshitaveramiz, ko'raveramiz. Bemalol, ha? Holatga qarab. Ammo yo'q, xudo xolasa. Chunki o'zimiz ham fikr bildiramiz-da. Aha. Nexialar to'g'ri mana qolib ketdi, Matiz mana qolib ketdi deb javob berib, bolalarga ancha-muncha fikr olmashamiz bolalar bilan. To'g'ri. Arzon so'raganlarga arzon ham bormi aka? So'raganlarga arzonlari ham bor, o'sha apchimogan mashinamiz ham bor, tayinlanganlari ham bor. Yana variantga chiqadigan mashinamiz ham bor yana. Tikoda xilidan bor. Aloqaga chiqishaversin, ha? Muammo yo'q o'shanda. Tiko kerak aka menga, manaqa desa maslahatlashaveramiz. 99 362 63 32 telefon raqamlariga telefon qilinsa-lar. Aha. Xudo xolasa aka. Aloqaga chiqarib. Nomingizni bitta yangiroq aytib qo'ying. 99lik Aha. 362 Aha. 63 32. 63 32 ga telefon qila olamiz. Jigarlar mana. Telegram ham bor aka buni. Telegramdan ham aloqaga chiqa olasizlar. Xohlasanglar bunisi, xohlasanglar mana Maloshni tetiga.